Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Obiddomla taklifi uchun katta rahmat. Darsni boshladik. Bugungi darsimiz mavzusi matn stillarini sozlash va ulardan foydalanish. Tasavvur qiling, siz juda yaxshi matn yozdingiz, lekin hujjat tartibsiz ko'rinmoqda. Sarlavha boshqa formatda, matn boshqa shriftda, ranglar esa bir-biriga mos emas. Professional hujjat yaratish uchun bizga matn stillari kerak bo'ladi. Bugun ular nima, qanday yaratish va qanday ishlatishni amaliy misollar bilan o'rganamiz. Birinchidan, matn stili nima? Bu oldindan tayyorlangan formatlar to'plami. Masalan, shrift turi, o'lchami, rangi va qalinligi hammasi birgalikda saqlanadi. Agar har safar shriftni o'zgartirib, rang tanlasangiz, juda ko'p vaqt ketadi. Stillar esa vaqtni tejaydi va barcha sarlavhalarni bir xil, professional qiladi. Stil yaratish juda oson. Rasmda ko'rib turibsiz, Home menyusi va Styles bo'limi. Bu yerda Create a Style tugmasi orqali yangi stil yaratiladi. Siz o'z stilingizga istalgan nom berishingiz mumkin. Masalan, mening sarlavham deb nomlaymiz. Bu sizga keyinchalik uni osongina topishga yordam beradi. Stillarga aniq parametrlar beriladi. Verdana shrifti, ekamas o'lcham, qizil rang va qalin yozuv. Keyin shu stilni istalgan matnga bir zoomda qo'llash mumkin. Endi boshqa barcha sarlavhalarga ham bir klik bilan qo'llanadi. Bu ayniqsa referat, loyiha, kitob yoki gazeta yaratishda juda muhim hisoblanadi. Tasavvur qiling, maktab gazetasi tayyorlayapsiz. Sarlavhalar va asosiy matn har xil bo'lishi kerak. Stillar orqali barcha sarlavhalar avtomatik ravishda bir xil bo'ladi. Vazifa: devoriy gazeta uchun sarlavha yaratishingiz kerak. Buni har safar qo'lda qilasizmi? Albatta yo'q. Stil yaratish bu eng to'g'ri yechim. Bugun siz matn stillari va professional hujjat tayyorlashni o'rgandingiz. Obuna bo'ling va ulashing. Obiddomlani a'lochi va zo'r o'quvchilari, darsimiz tugadi.